Ba'zan insoniyat oldinga katta qadam tashlash arafasida turgan paytda kuchli manfaatdor guruhlar bu taraqqiyotga to'sqinlik qiladi. Dunyoni tubdan o'zgartirishi mumkin bo'lgan ayrim texnologiyalar yoki yo'q qilinadi yoki unutilgan holda qoldiriladi. Kimdir ulardan juda katta daromad ko'rgan bo'lsa, kimdir ularning yo'q bo'lishiga sababchi bo'lgan. Bugun biz dunyoni o'zgartirishga qodir bo'lgan, ammo taqiqlangan yoki g'oyib bo'lgan 5 ta ixtiro haqida gaplashamiz. Nikola Tesla zamonaviy elektr energiyasi va texnologiyalarning asoschisi bo'lsa-da, uning ba'zi ixtirolari hanuz sir saqlanmoqda. Teslaning eng inqilobiy g'oyalaridan biri cheksiz, bepul energiya taqdim etish edi. U ushbu maqsad uchun Wardenclyffe minorasi loyihasini yaratadi. Ushbu inshoot orqali Tesla simsiz energiya uzatishni rejalashtirgan va butun dunyoga cheksiz elektr energiyasi yetkazishni xohlagan. Agar bu loyiha amalga oshganida, odamlar hech qachon elektr uchun pul to'lamas edilar. Energiya simsiz va hech qanday yo'qotishsiz har qanday nuqtaga yetib borishi mumkin edi. Tesla loyihani amalga oshirish uchun yirik moliyachi John Morgandan mablag' oladi. Dastlab Morgan g'oyadan hayratlangan bo'lsa-da, keyinchalik bepul energiya bilan pul ishlashning iloji yo'qligini anglab, agar biz elektr energiyasini bepul tarqatsak, undan qanday foyda qilamiz, degan mashhur so'zlarni aytgan va qo'llab-quvvatlashni to'xtatgan. Tesla minorani qurib bitkazishga ulgurgan bo'lsa-da, moliyaviy ta'minotsizlik tufayli uni ishga tushira olmaydi. Teslaning o'zi energiya nafaqat uylar va sanoat uchun, balki transport vositalari uchun ham simsiz taqdim etilishi mumkinligini aytgan. Ba'zi hujjatlarga ko'ra, Tesla simsiz energiya orqali butun dunyoda elektr jihozlarini quvvatlantirishga muvaffaq bo'lgan tajribalarni o'tkazgan. Tesla minoraning yordamida nafaqat elektr energiyasini, balki simsiz aloqa va hatto global qamrovli axborot uzatishni ham rejalashtirgan. Ushbu texnologiya zamonaviy internet va sun'iy yo'ldosh tizimlardan 100 yil oldin yaratilgan edi. Uning vafotidan so'ng AQSh hukumatı uning barcha hujjatlarini musodara qiladi. Ayrimlar bu hujjatlar zamonaviy harbiy texnologiyalar va qamrovli kuzatuv tizimlarining asosiga aylangan deb hisoblashadi. Tesla insoniyatga bepul energiya va global aloqa tizimini taklif qilgan bo'lsa-da, uning loyihalari manfaatdor guruhlar tomonidan yo'q qilinadi. 1930-yillarda Royal Raymond Rife ismli amerikalik olim o'z davri uchun hayratlanarli qurilma yaratganini e'lon qiladi. U ishlab chiqqan Rife generatori maxsus elektromagnet to'lqinlar yordamida kasallik hujayralarini, jumladan saraton, viruslar va bakteriyalarni yo'q qilish qobiliyatiga ega bo'lgan. Rife har bir kasallikning o'ziga xos o'ldiruvchi chastotasi mavjudligini aniqlagan va aynan shu chastota bilan kasallik hujayralarini yorib yuborishga muvaffaq bo'lgan. Uning laboratoriyasida o'tkazilgan tajribalarda mikroskop orqali bevosita virus va saraton hujayralarining parchalanishi kuzatilgan. U yaratgan universal mikroskop o'sha davrda har qanday mikroskopdan kuchliroq bo'lib, tirik viruslarni tabiiy holatda ko'rishga imkon bergan. 1934-yilda Kaliforniyada o'tkazilgan sinovlar davomida 16 nafar saraton bilan kasallangan bemorga Rife qurilmasi bilan davolash o'tkaziladi va ular 90 kun ichida to'liq sog'aygani qayd etiladi. Bu natijalar ko'plab shifokorlar va olimlarni hayratga soladi. Ammo katta farmatsevtika kompaniyalari va tibbiyot muassasalari bu texnologiyani o'z daromadlariga tahdid deb biladi. Oradan ko'p o'tmay, Rife laboratoriyasi sirli tarzda yonadi. Uning barcha uskunalari va tadqiqot hujjatlari yo'qoladi. Rife va uni qo'llab-quvvatlagan shifokorlar ustidan sud jarayonlari boshlanadi. Ba'zilari tahdidlar ostida bo'lishadi, ba'zilari esa o'z faoliyatini to'xtatishga majbur bo'ladi. Rife hayotining oxirida e'tibordan chetda qolgan, qashshoqlikda umrini yakunlagan bo'lsa-da, uning texnologiyasi hali ham zamonaviy ilmiy doiralarda muhokama qilinmoqda. Ba'zi tadqiqotchilar Rife yaratgan texnologiya dunyoni butunlay o'zgartirishi mumkin bo'lgan imkoniyatni yo'q qilganligini ta'kidlaydi. Zamonaviy bioelektronika va to'lqinli terapiya texnologiyalari Rife g'oyalariga asoslangan bo'lsa-da, uning haqiqiy kashfiyotlari hanuz qayta tiklanmagan. Stanley Mayer 1990-yillarda avtomobil sanoatida inqilob qilishga yaqin bo'lgan ixtirochi edi. U yaratgan suv bilan ishlaydigan avtomobil motori oddiy suvni vodorod va kislorodga ajratib, vodorodni yoqilg'i sifatida ishlatardi. Bu texnologiya atrof muhitga zarar keltirmas edi va o'zidan faqat suv bug'ini chiqargan. Agar bu avtomobil ommalashganida insoniyat benzin va dizelga bog'liq bo'lmay qolardi. Mayer ta'kidlashicha, uning mashinasi 1 gallon, ya'ni 3,7 litr suv bilan 160 kilometrgacha yo'l bosishga qodir bo'lgan. Uning ixtirosi tezda jamoatchilik e'tiborini tortadi va ko'plab investorlar unga qiziqish bildiradi. Ammo shu bilan birga unga bosim va tahdidlar ham kuchayadi. Neft sanoati va energetika korporatsiyalari bu texnologiyani butunlay sanoat tartibini buzuvchi tahdid sifatida ko'radi.
Stanley Mayer texnologiyasini patentlab, uni ommaga taqdim qilmoqchi bo'lganida, unga qarshi sud jarayonlari boshlanadi. Raqobatchilar va neft kompaniyalari ixtironing samarasiz ekanini isbotlashga harakat qiladi. Biroq Mayer o'z texnologiyasining haqiqiyligini ko'rsatishda davom etadi. 1998-yilda Mayer investorlar bilan uchrashuv chog'ida restoranda sirli tarzda vafot etadi. U ovqatdan keyin o'zini yomon his qilib, tashqariga yugurib chiqadi va "Meni zaharlashdi" deb qichqiradi. Rasmiy xulosalarda tabiiy o'lim deyilgan bo'lsa-da, uning yaqinlari va ko'plab kuzatuvchilar bu fitna ekaniga amin edilar. Uning o'limidan so'ng patent hujjatlari va avtomobilining ishlash sxemalari sirli tarzda yo'qoladi. Mayer suvni yoqilg'i sifatida ishlatish orqali insoniyatga arzon va toza energiya yechimini taklif qilgan bo'lsa-da, bu texnologiya tezda manfaatdor guruhlarning e'tirozlari va bosimiga uchragan. Charles Hetfield 20-asr boshlarida o'zini yomg'ir hosil qiluvchi deb e'lon qilgan inson edi. U o'zining maxfiy kimyoviy aralashmasi va metall minoralardan foydalangan holda atmosferaga bug' chiqarib, yomg'ir chaqirish texnologiyasini yaratganini aytadi. 1915-yilda qurg'oqchilikdan aziyat chekayotgan San-Diego shahrining rahbariyati Hetfield bilan shartnoma tuzadi. U shahar suv omborlarini to'ldirish uchun yomg'ir yog'dirishni va'da qiladi. Hetfield ish boshlaganidan bir necha kun o'tib, kuchli yomg'ir yog'a boshlaydi. Qisqa vaqt ichida yog'ingarchilik ortib, San-Diego tarixidagi eng kuchli toshqinlardan biri yuz beradi. Ko'priklar qulab tushadi, temir yo'llar vayron bo'ladi va shahar infratuzilmasiga jiddiy zarar yetadi. Ba'zi hududlarda butun qishloqlar suv ostida qoladi. Natijada 20 dan ortiq odam halok bo'ladi va millionlab dollar zarar yetadi. Shahar hukumati Hetfielddan bu ishini to'xtatishni so'raydi, ammo u o'z faoliyatida davom etadi. Toshqindan keyin Hetfield bajarilgan ish uchun pul talab qiladi, biroq shahar rasmiylari to'lovni rad etadi va aksincha, uni toshqin uchun javobgar deb ko'rsatishga harakat qiladi. Sud jarayonida Hetfield yomg'irga sabab bo'lganini tan oladi, lekin tabiat kuchlari ustidan to'liq nazorat qila olmasligini ta'kidlaydi. Sud unga qarshi da'volarni rad etadi va uning texnologiyasi ilmiy hamjamiyat tomonidan rad qilinadi. Ba'zi tadqiqotchilar Hetfield yaratgan usul hukumat tomonidan yashirincha harbiy maqsadlarda o'rganilganini da'vo qiladi. Hetfield esa hayotining so'nggi yillarida o'z kashfiyoti unutilganini ko'rib, e'tibordan chetda qoladi. Bugun har bir uyda televizor bor, ammo uning yaratuvchisi Philo Farnsworth ekanligini ko'pchilik bilmaydi. 1927-yilda 21 yoshli Farnsworth dunyoda birinchi bo'lib elektron televizor orqali tasvir uzatishga muvaffaq bo'ladi. Bu kashfiyot insoniyat axborot olamida inqilob bo'lishi mumkin edi. Farnsworth bolaligida yerga chizilgan suratlardan ilhomlanib, tasvir uzatish konsepsiyasini ishlab chiqqan edi. Uning texnologiyasi optik va elektron komponentlarni birlashtirib, sifatli va tezkor tasvir uzatishga imkon yaratadi. Ammo Farnsworth muvaffaqiyati yirik kompaniyalar e'tiborini tortadi. Eng yirik raqib RCA kompaniyasi rahbari David Sarnoff uning ixtirosini egallashga urinib, sud jarayonlarini boshlaydi. Sarnoff o'z kompaniyasi uchun televizor ishlab chiqarishda monopoliyani qo'lga kiritmoqchi bo'ladi va Farnsworthdan patent huquqini sotib olishni rejalashtiradi. Farnsworth rad javobini berganida sud orqali uning ishlanmalarini noqonuniy egallashga harakat qilishadi. U o'z patentini himoya qila oladi, ammo sud jarayonlari ko'p yillar davom etadi va Farnsworthning moliyaviy holatini izdan chiqaradi. Ikkinchi jahon urushi davrida uning texnologiyasi harbiy maqsadlarda qo'llaniladi, lekin urush tugagach, yirik kompaniyalar televizor ishlab chiqarishda uning patentlaridan foydalanishadi va unga minimal to'lovlarni amalga oshirishadi. Hayotining so'nggi yillarida Farnsworth texnologiyasi o'z qo'lidan tortib olinganini ko'rib chuqur depressiyaga tushadi. Uning ismi uzoq vaqt davomida jamoatchilik tomonidan unutilgan bo'lsa-da, bugun zamonaviy televideniya va displey texnologiyalari uning ishiga asoslangan. Bu 5 ixtirochi o'z davrida inqilobiy g'oyalar bilan dunyoni o'zgartirishga harakat qilgan. Ularning ixtirolari insoniyat uchun foydali bo'lishi mumkin edi, lekin yirik korporatsiyalar, hukumatlar va manfaatdor guruhlar bu texnologiyalarni xavf sifatida ko'rib, ularni yo'q qilishga harakat qilishadi. O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va obuna bo'ling. Shu kabi ko'plab sirli va qiziqarli tarixiy ma'lumotlar uchun Telegram kanalimizga ham qo'shilib oling. Kanal havolasi esa video tavsifida.